Ehtiyot bo'ling. Hozirgina vulqon otildi. 16-qism xavfli hudud. Atrofdagi hamma darhol evakuatsiya qilinishi kerak. Unutmang, sizning hayotingiz hamma narsadan ustun. Ehtiyot bo'ling. Hozirgina vulqon otildi. Ko'rdingmi? Men nima degandim? Bizni qurbonlik keltirganimiz uchun buyuk hukmdor ilon bu yurtni vulqondan asrab kelayotdi. Lekin endi hammasi tugadi. Buyuk hukmdor ilon vafot etdi. Hammasi sanadib bo'ldimi shuqi? Osmonga ko'tarilgan ajdar kamalak yaratadi va tog'ning g'azabi qishloqni qamrab oladi. Xuddi afsonadagi kabi butun qishloq vayron bo'ladi. Bularni hammasi uchun qanaqa javob berasan, Jinurgur? G'alati. Chuvalchanglar quyosh nuri ostida tirik qolmaydi. Unda nega afsonada ajdar osmonga ko'tariladi deyilgan? Hoy mushqi, buni qanaqa to'g'rilamoqchisan? Qando? Yo'q. Afsona umuman buyuk ilon haqida emas. Osmonga ko'tarilgan ajdar bu favvora. O'sha favvora vulqon otilishidan darak berardi. Qadimgilar buni bilishgan. Shuning uchun uni afsona qilib qoldirishgan. Ammo vaqt o'tishi bilan afsona boshqacha talqin qilina boshlagan. Qo'rquv odamlarni ongini xiralashtirganda, ular hatto qurbonlik qilishga ham tayyor bo'lishgan. Bunday gunohlarni takrorlanmasligi uchun men tashrif buyuruvchilarga bu voqeani aytib beraman. Bu sana aybing va tovonini ham o'zing to'laysan. Biz seni qurbonlik qilamiz. Yo'q. Men hech narsa uchun javobgar emasman. Qurbonliklaring bilan birga do'zaxga jo'nalaring. Sana bilah buyuk hukmdor ilon jasadini bunaqa qilishga qanday jur'at etding? To'xta la'nati! Orqangga qayt! Yo'limdan qochlaring. Qochishga urinma. Sen kichkina iflos. Hech kimmi buyuk hukmdor ilonni haqorat qilishiga yo'l qo'ymayman. Mana bo'ldi. Suv quvuri tayyor. Ana u yoqqa ketdi. Ushlaylar uni. Agar butun qishloq magma ostida qolsa, buyuk ilon afsonasiga hamma ishona boshlaydi. Bunaqa bema'ni afsona haqiqatga aylanishiga yo'l qo'ya olmayman. Yer chuvalchangi boshidan dumigacha ichi bo'sh quvur xolos. Yaxshi. Qani, boshladik. Suv purkashni boshla, chuvalchang.
トンネルの壁滴り落ちる秘密しめやかに高鳴るここダメダメ待て待て呪いも病も抱きしめたいここらで暴れちゃってもいいかななるで血泥ついたって守りたい革命途中だって日々に夢中暗闇染み込む世界で見つけたセンチメンタルな恋Mana-mana. Ha! Olga! Ish berdi. Chuvajangni shilimshig'i yaxshi ish beryapti. Ammo magma oqayotgan hudud juda ham katta. O'rmon yong'ini lavadan ham xavfliroq bo'lishi mumkin. Aqldan o'zganmisan? Nima balo qo'rsan? Buyuk hukmdor ilonni haqorat qilishga boshqa jur'at etma. Lavani to'xtatishga harakat qilyapman-ku. Xalal berma kampir. Bu yurtda asrab avaylab kelayotgan bizamiz. Begonalarni aralashishga haqqi yo'q. Hozir seni qurbonlik qilib, vulqon ma'budini tinchlantiramiz. Ma'budiylarni juda tez o'zgartirar ekansizlarmi? Hukmdor iloninglar endi kerak emasmi, ha? Jim bo'l ahmoq. Voy ming bor uzr. Sani ustozimning nabirasi ekanligingni to'g'risi bilmagandim. Bu ber bo'lishni istaydigan ruhoniy? Salom. Aslida bir hafta oldin meni ustozim 3 ta yosh bolacha sani qishlog'ingga yo'l olgan. Ularga ko'z quloq bo'l, okey? Kim bu? Xullas u menga shunday dedi. Buvim sani ustozingmi? Bu ber bo'lgim kelyapti. O'tgan hafta ibodatxonamizga faqat sen kelding. Lekin Tsuchinoka haqida so'rayverding. Shuning uchun seni oddiy sayohatchi deb o'ylagandim. Lekin unaqa emasdi. Ablah ruhoniy. Men sendan doim nafratlanganman. Bu shallaqa bilan til biriktirganingni sezishim kerak edi. Ularni menga qo'yib beraver. Sen esa yong'inni o'chirishga boraver. Tushundim. Rahmat. Qani ketdik. La'nati. Avvalgidan ham og'irroq bo'lib qoldi. Bunga qachongacha chiday olaman o'zim ham bilmayman. Avvalgidek birdan hushimdan ketib qolmayman degan umiddaman. Jinursan, bu yana nima bo'ldi? Jiji! Jiji! Yo'q! Yaxshimisan? Jinursan sana oyoq ostiga o'ralashgan jonga tegdi. Balki avval seni o'ldirarman. Shunaqa davom etsang o'lasan axir. Odamlarni o'ldirish haqida vaysashni bas qil, Jiji qotil emas. To'xta, Okaron qani? Uni nima qilding? Gapir. Men faqat o'zim xohlagan narsalar haqida gapiraman. Hozir esa meni qornim och. Ishlar chatoq. U uyg'onibdi-da, ha?
Bu bola juda xavfli. Men uni yenga olmasligim aniq. Hammasi sani aybing, eshitayapsanmi? Bu balolarni sen olib kelding. Bas qil. Hozir bu haqida vaysashning vaqti emas. Birga harakat qilishimiz kerak. Egilinglar. Jennifer Lopez, Anaconda. Ruhoniy. Dayset Suzan. Zarba. Uni ushladim. Shinursan. Chiqmayapti. Ahvolingiz yaxshimi? Momoyasi xonim. Yapmasanmi sen? Men yordam bergani keldim. Nega bu yerdasan? O'g'ling qani? Keyinroq tushuntirsam bo'ladimi? Jenursin, bu narsa juda sekin. Nima? Bu narsaga lift o'rnatinglar, himola. Nega men uchyapman? Juda qo'rqinchli. Nolishni bas qil, erkak bo'lsang-chi. Iltimos, meni tezroq tushiringlar. Buvi o'zingizmi? G'irt bosh og'rig'i. Jenursin. Ustoz, Manjiro. To'qam emetame. Xo'p bo'ladi. Taro buyruq berishim bilan hujumga o't. xo'p bo'ladi. Qani ketdik, kappa.
Qo'lga tushirdik. Uyga qaytamiz. Dada, hammasini to'g'ri bajardimmi? Gap yo'q, Chikuitita! Davom et va yong'inlarni o'chir! Yigitcha, axir seni ogohlantirdim-ku. Hammasi shu ahvolga tushishiga qarab turdingmi, jin ursan? Kechirasiz. Lekin sizning xabaringiz boshidanoq chalkash edi, shunga. O'zi nima demoqchiligingizni tushunganim uchun meni maqtashingiz kerak. Hassanimi? Yomonmas yigitcha. Rahmat. Ana va anatomik modelga ham rahmat etishing kerak. Dushmani faqat uni sharofati bilan muhrlay oldik. Mani bu haqida ogohlantirishmagandi. Ichki a'zolarimni endi nima qilaman? Bilmadim, hozircha paktga solib qo'yaver. Oy, Momo, to'rt ko'z bilan mushukni ko'rmadingmi? Ha? Momo xonim hozirgina shu yoqda edi. Ayasi xonim, bizni qutqarish uchun avval o'zing bu yerdan chiqib olishing kerak. Mana u! La'nati! Ruhiy kuchimni chiqara olmayapman. Ayasisan, orqara o'tiring. O Karan! Ayasisan, juda afsusdaman. Yo'q. Yo'q. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Chikuita! Bu yerga shilimshiq magma tashla! Ayasisan, nima qilmoqchisiz? Pastga tushmoqchiman. Mumkin emas. Bu juda ham xavfli. Nima, o'z joningizga qasd qilmoqchimisiz? Yo'q, albatta unaqa qilmoqchi emasman. Lekin Okarinni qutqarishga va'da berganman. U meni kutyapti axir. Iltimos to'xting. Men bu shilimshiqni magmaga tashlamayman. Sizlar magmaga kirishingiz shart emas. Bekorga o'lishingizni hojati yo'q. Menga farqi yo'q, uni qutqaraman. Tezroq bajar. Ayasisan, bu xavfli. Men bunga aytganman. Tezroq. Iltimos qo'y vor, tezroq. Okarinni qutqarishim kerak axir, shoshil. Issiq emas. Yo'q, umuman issiq emas, la'nati. Ayasisan. Men senga ishongandim. Meni qutqarishingni bilardim. Jinursin! Bizani qutqarishing ham juda qiyin bo'lib ketdi, ahmoq. Tezkor kampir, uni butunlay unutib qo'yibman. Agar tezkor kampirni qutqarishga urinmaganimda, hozir allaqachon o'lgan bo'lardim.
Xonani atrofi mo'g'ul o'lim qurti shilimshiqlari bilan himoyalangan edi. U magmani kirishiga to'sqinlik qildi. Aytgancha, Jiji qani? U magmani tagida emasmi? Yo'q, uni ahvoli yaxshi. Qanday qilib bilmadim. Lekin u o'zi tashqariga chiqib olibdi. Unda yaxshi. Kechirasan. Jiji bilan o'zim shug'ullanaman deb aytgandim, lekin hech nima qila olmadim. Kechirasan, buni ataylab qilmadim. Va'da beraman, boshqa yaqinlashmayman. Aslida men kechirim so'rashim kerak. Seni qutqaraman deb aytgandim. Ammo hech narsa qila olmadim. Xayriyatki, sen tirik qolding. Davomi bor. Siz sevgan animelarni Aniblada birinchilardan bo'lib tomosha qiling. Ovoz berishda ishtirok etganlar: Drem, Yami, Jinx, Capone va Natsu. Rejissor Asarbek Xolmirzayev, tarjimon Agera va tayming ustasi Sado. 今どう感じてるバイトほったらかし思いよってよく泣いてよく食べているのにちょっと待ってちょうど空いているのによく泣いてよく食べているのに用もないしどうかさどうかせるのに会いたいでもこじらせどうかさどうかせるのになれないまま君と出会いどうどうかさるのに会いたいでもこじらせどうかさどうかさるのになれないまま君と出会いどうかさ未開拓真相に迫りたい未開拓真実を手にしないどうかさるのに戦いで会いたいどうかさるよChiquita, chiquita, chiquita, orzu yuborma. Chiquita, chiquita, chiquita.